O'zbek adabiyotida o'smirlar haqida o'qishga arzirli kitob borligini xabaringiz bormi? Ekranga yaqinroq keling, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga ikkita eng zo'r o'smirlar haqidagi kitobni keltirib o'tdim. Barchamiz sevib o'qiydigan Xudoybek To'xtaboyevning Mungli ko'zlari. Mungli ko'zlarini birinchi marotaba oyim tavsiya qilganlar va sotib olib berganlar. O'qishni boshlaganman va juda ham og'irlik qilgan. Mungli ko'zlar aravaga mixlanib qolgan bir bolakay nomidan hikoya qilinadi. U bola atrof muhit, ota-onasini doimo kuzatib yuradi va oilada o'zaro mehr muhabbat va bir-biriga bo'lgan oilaviy qandaydir bir birdamlik yoki bir dasturxonda o'tirish yoki birgalikda vaqt o'tkazish uchun yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi va bu yaxshilik nima bilan tugashini kitobni o'qisangiz bilasiz. Esa Tohir Malikning barchamiz sevadigan Alvido bolalik asari. Rosti shaytanat muxlislari bemalol toshbo'ron qilish mumkin. Alvido bolalikni shaytanatdan 10 barobar ustun qo'ygan bo'lardim. U yerdagi Qamariddin obrazi shaytanatdagi boshqa obrazlardan ancha yuqori. Bu albatta meni subyektiv fikrim. Bu yerda biz bir jinoyat o'smirlarni ko'rishimiz mumkin. U asarni o'qir ekanmiz, o'smirlarning psixologiyasi, ularning o'zini tutishi va jinoyatni bajarib bo'lgandan keyingi psixologik holatini ko'ramiz. Siz bu ikki asardan qaysi birini o'qigansiz, qaysi biri ko'proq yoqadi? Izohlarda yozib qoldiring. O'smirlar haqida yana qandaydir kitoblarni bilsangiz ham yozib qoldiring. Menga juda ham qiziq, o'qib ko'rishga harakat qilaman.